Assalomu alaykum do'stlar. BMG bo'yicha darslarimiz davom etadi. Bugungi darsda sizlarga mashinalarni haydab borish jarayonida rangini o'zgartirishni ko'rsatib beraman. Bu qaysi hollarda bizga kerak bo'ladi? Ba'zi hollarda masalan, lavani ichidan chiqishi kerak, to'g'rimi? Lavani ichidan chiqqan vaqti rangi qorayib ketadi, kuyib qoladi. O'sha kuygan rangni qo'yish kerak. Keyin suvni ichidan o'tadi ba'zi hollarda. O'sha kuyik mashina suvni ichidan o'tgan vaqtida yana top-toza o'zini holiga qaytishi kerak yoki bo'lmasa yo'lda borayotganda ustiga kraska bochka ag'darilib ketadi yoki kraska bochkaga tegadi va mashina rangi o'zgarib ketishi kerak. Shunday hollar ko'p bo'ladi. Shuni qanday qilamiz? Agar buni siz bilgan bo'lsangiz mayli, zarari yo'q, bilmaganlar uchun yana bir marta takrorlab o'taman. Demak, BMG ga kiramiz va biror bir tez ochadigan ortiqcha narsalar yo'q, kartani ochamiz. Mana bu setkani. Kartamiz yuklangandan keyin mana bizda hozir oddiy standartiy mashina turibdi. Bu mashinani rangini o'zgartirib bo'lmaydi. Buni mashinani rangi o'sha PNG orqali, JBM orqali ichida berilgan. Bizga rangini o'zgartira oladigan mashina kerak. Demak, bunday mashinalarni hozir mana transportniy sredstvoga kiramiz va shu yerdan biror bir mashina topamiz. Hamma mashina ham rangi o'zgaravermaydi, bilasiz. Mana bu ayniqsa rasmli mashinalar bor-ku, o'shalarni teksturasi bo'ladi. Ya'ni ular teksturaga bog'langan. Mushuk bo'ladimi, mana bu akulalar bo'ladimi, to'n bo'ladimi, bularni o'sha ko'zi, qoshi hammasi tekstura sifatida o'sha modelning ichiga kiritilgan. Buni rangini biz o'zgartira olmaymiz. Rangini o'zgartiradigan biror bir mashinani topamiz. Mana bu 06 VAZ to'g'ri keladi bizga. Standartniy bazaviy modelni yuklaymiz. Bu eski mashinani o'rniga obnovit qilamiz, almashtiramiz va endi hozir sizlarga buni ko'rsataman. Bu yerda replay mod bor. Replay modda zapis ekran bosamiz. Replay modda zapisni bosamiz va mashinani biroz haydab G tugmasini bosamiz va o'yinni pauzaga olamiz. Pauzaga olgandan keyin F11 ni bosib konfiguratorga kiramiz. Bu yerdan inspektorni topib, mashinani mana 3 xil joyi bor, rang o'zgartiradigan JBMda. Mana shu yerdan biror bir rang tanlaymiz. Yuqorisi krishasi boshqa bo'limda, tanasi boshqa bo'limda ekan. Bularni iloji boricha bir xil qilishga harakat qiling. Agar bir xil qila olmasangiz, bu yerdan pastdan o'sha rangni kodini kopiya qilib olasiz. Ctrl C qilib, keyingi bo'limga kirib, u yerga Ctrl V qilasiz. Mana endi bu uchinchi nimaga javob beradi bilmayapman, bu o'zgarmagan. Mayli turaversin. Shunday qilib mashina rangini o'zgartiramiz va F11 ni bosib bu yerdan chiqamiz. G ni olib tashlaymizda, pauzani olib tashlaymizda, mashinani yana biroz haydab, yana pauza bosamiz. Yana F11 ni bosib kiramiz, inspektorga kirib, endi mashinani rangini boshqa rangga o'zgartiramiz. Mana shu rangga qo'ysak ham mayli. Ikkinchiga ham shuni qo'yamiz. Bu yerga kirib, stavit qilamiz. Mana bo'ldi. F11 ni olib tashlaymiz bu yerdan. Pauzani olib tashlaymiz, yana mashinani haydaymiz. Biroz yurgandan keyin yana pauza bosamiz, yana konfiguratorga kirib, bu yerdan yana rangni o'zgartiramiz. Xuddi shunday qilib, o'sha to'siqlarga uchragan vaqti qilasiz. Hozir men sizlarga buni ko'rsatib beraman. Bu yerda hozir mashinaning rangi lipildab qoladi. Hozir ko'rasiz. Mana pauzani olib tashlaymiz va endi to'xtatamiz buni. To'xtatamiz. Replay modni to'xtatib, endi play qilamiz. Mana ko'rasiz, hozir lipildab qoladi. Ya'ni ranglarni bir xil bera olmaydi. Buni sababi bor. Odatda mana shunday qilinadi o'zi aslida. Lekin buning uchun BMG'ingizning bir joyda nastroykasi to'g'ri bo'lishi kerak. Mana bu ham o'zini joyida yaxshi, lipildaydigan qilsangiz bo'ladi. Har bir 1 sekunddan lipildaydigan qilasiz. Endi buni har doim rangni tutib turish uchun nima qilamiz? BMG ning nastroykasiga kiramiz, mashinani o'z holiga qaytarib turib, BMG ning nastroykasiga kiramiz. Bu yerdan Prochi degani topamiz eng oxirida va eng pastga tushamiz. Eng past tarafda bo'ladi mana shu.
Bu yerda mana shu enable Lucy deganni galishkani olib tashlaymiz. Endi sizda ruscha bo'lishi mumkin. Bo'ldi. Endi hozir mashinani yana yangitdan zapis qilamiz. Zapisni bosamiz, ozgina yuramiz. Pauzani bosamiz va F11 ni bosib mashina rangini o'zgartiramiz. Yana shu ishni boshqatdan takrorlaymizda. Chunki boyagi qilganimiz u saqlanib bo'lmadi. Endi ekran zapis bo'ldi-ku, u eski parametrlar bilan bo'ldi. Biz hozir nastroykani o'zgartirdik, boshqatdan replay mod qilishimiz kerak. Endi bu yerda biz hozir keling. Mana shunaqa siniy beramiz. Bu yog'iga ham siniy beramiz, krishasiga. Toshning o'ziday bo'lishi shart emas, hozircha test uchun bu. Dalshi yana yuramiz. Pauzani bosamiz. Yana kiramiz. Endi qanaqa rang beramiz? Mayli. Shunaqa jigar rangmi berdik. F11 ni bosamiz, pauzani olamiz, yana haydaymiz. Bo'ladi, menimcha shu bo'ladi. Endi replay modni to'xtatamiz va endi tomosha qilamiz. Mashinamiz yashil rang bilan boshlandi. Kamerani u yoqqa bu yoqqa harakatlanib, mana ko'rsak bo'ladi. Qizilga aylandi. Mana siniy ko'kka aylandi. Mana hozir jigar rangga aylanishi kerak. Mana. Yurish jarayonida mashinaning rangi o'zgarib boraveradi mana shunday qilib. Xuddi shunday qilib BMG videolaringizni bezashingiz mumkin. Hammaga rahmat, salomat bo'ling.